Qo'rqqan kishilar, taqvodor bo'lgan kishilar, Qur'onning hidoyatiga erishgan kishilar shundaq bir kishilarki sizga savob ish qo'shaqmayotgandi. Gunohdan yanamayotgamsiz. Siz o'lgandan keyin keladigan abadiy hayotga bo'lgan iymoningizni qaytadan bir tekshiring. Demek nefsimizni kontrol qilib taqvolikni saqlashning eng muhim asosi nima ekan? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazlidan Qur'on Karim darsimizni boshlaymiz. Nima uchun Qur'on Karim darsimizni boshlaymiz? Qur'on Karim insonning hayotiga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi? Bu haqda biz ilgirki darsimizda to'xtalib bo'ldik. Shuning uchun bu yerda takrorlamaymiz. Bugungi darsimizni anglamoqchi bo'lgan, ko'makchi bo'lgan qarindoshlarning shuning uchun ilgirki darsini bir qatim ko'rib o'tishini kuchli tavsiya qilamiz. Chunki ilgirki darsni ting'ishigandan keyin bizning bugun o'qiydigan va bundan keyin o'qiydigan Qur'on Karim darsimizni nima uchun boshlaganligimizni tushunadi va uning ahamiyatini, muhimligini tushunadi. Shunga ilgirki darsni tinglash nihoyat muhim. Biz bugun shunga bugungi darsimizga bevosita kirib ketamiz. Unda bo'lsa biz bugun Qur'on darsining qaysirini o'qiydik? Sura Baqarani o'qiydik. Sura Baqaraning fazilati, ahamiyati, o'ziga bo'lgan xususiyatlarini biz ilgirki darsimizda tafsiliy so'zlab bo'ldik. Shuning uchun bu yerda takrorlamaymiz. Biz bugun bu suraga bevosita kiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Biz bugünkü dersimizde Suratul Baqara'nınki 1-oyatidan 5-oyatigacha o'qiymiz. Sura Baqara qandoq sura degan vaqtimizda qisqa ikki jumlaga yig'inchoqlagan vaqtimizda Sura Baqara xabarimizda bo'lgandek biz ilgirki darsimizni so'zlab o'tganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelgandan keyin, ya'ni hijrat qilgandan keyin tunji qatim nozil bo'lgan sura. Madina qandoq hayot? Madina hayoti musulmonlarningki bir kuchga aylangan, bir jamiyat barpo qilgan, keyin bir davlat qurgan bir hayot. Shuning uchun bu sura, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilgandan keyin tunjulab tushgan bu sura yakka shaxsning e'tiqodi bo'lsin, axloq olsun, kişilik münasebeti olsun, cemiyetin asası olsun, ve şundaqla bazı bir cinayi işler olsun, nikah, talaq, bala emetiş qo'shish nurg'ulg'an hukmlarni va shundaqla qissalarni, nurg'ulg'an mazmunlarni o'z ichiga olgan. Shuning uchun Sura Baqara nihoyat muhim bir sura. Qur'onning hukmlarini asosan hammasini o'z ichiga oladi. Chunki bu sura yuqorida o'tganimizdek bir sog'lom jamiyat qurilmasininki asosiy qonun sifatida nazil bo'lgan. Xo'sh, unda bo'lsa bizning bugun o'qiydigan 5 oyatimiz bo'lsa, o'z ixcham qisqa bo'lsa-mu, lekin bu shu 5 oyat bizning aqlimizning nihoyat cheklik ekanligini va shundaqla bizning hayot dasturimizning qandoq kitob ekanligini va shundaqla iymonning qandoq bo'lganligi, ya'ni iymonning 3 asosini va shundaqla haqiqiy muvaffaqiyat qozonguchininki qandoq bo'lganligidan bizga xabar berdi. Xo'sh, unda bo'lsa biz yuqorida o'qigan oyatni birma-bir tushunishga tirishaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Qaraydigan bo'lsa, Qur'on Karimda mana shunga o'xshash uzuk harflarni ko'p uchirtamiz. Alif Lam Mim Ra, Yasin deganga o'xshagan. Bu xil uzuk harflardan tuzilgan so'zning ma'nosi nima? Nima uchun Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo bu uzuk harfdan tuzilgan bu so'zlarni keltirdi desanglar, Qur'on Karimning o'zi bir mo'jiza. Mayl til ishlatish jihatida bo'lsin, mayl arab tilidagi balog'at va fasohatda bo'lsin, va shundaqla o'z ichiga olgan ko'rsatma va hukmlarda bo'lsin, intayin cho'ng bir mo'jiza. Mushu mo'jiza bo'lgan Qur'on Karimning ichidagi mana shu uzuk harflarning o'zi yana bir mo'jiza. Qandaq mo'jiza? Chunki bu uzuk harflar qaraydigan bo'lsak, arablarning kundalik hayotida ishlatiladigan arab harflaridan tuzilgan bir so'z. Va shundaqla bu uzuk harfdan tuzilgan bu so'z arab tilininki balog'at va fasohat qoidasiga nihoyat uyg'un. Ya'ni arab tilininki balog'at va fasohat qoidasida bir so'zningki balog'atlik, fasohatlik bo'lish qoidasida bu so'zningki boshlanishida go'zal diqqatni tortadigan bo'lish va shundaqla ovoz ritmining go'zal bo'lishi degan o'xshagan nurg'ulg'an qoidalar bor. Mushu alif, lam, mim, tasin, taha degan o'xshagan mushu harflar ana shu qoidaning hammasiga tushadi. Shuning uchun arablar Qur'on Karim nozil bo'lgan vaqtda bir qatim hayron qolgan bo'lsa, Qur'on Karimning ichidagi mush uzuk harf tushgan vaqtda yana bir qatim hayron qilishgan. Qaraydigan bo'lsa, o'z arab tili adabiyotida, she'rlarda ishlatiladigan arab tili harfidan tuzilgan, arab tili fasahati va balog'ati uyg'un bir so'z.
lekin o'zi ma'nosini bilmaydi. Ya'ni so'z jihatda, arab tili jihatda uni xato yoki qomlashmagan bir so'z demaydi. Fasohat balog'atga oid uyg'un, lekin ma'nosini bilmaydi. Allah subhanahu wa taala ana shu arablarga qaranglar, sizlar ishlatadigan shu harflardan foydalanib bir so'z tuzdim. Sizlar uni o'qishini keltirib baqinglar. Ma'nosini bilib baqinglar. Dish orqali ularning ojiz ekanligini, butun insonlarning aqlininki chekli ekanligini, ularning bilmaydigan narsasi bor ekanligini ularga bildirish uchun mana shundaq nurg'un surlarning beshiga mush uzuk harflardan tuzilgan so'zlarni bir oyat sifatida keltirgan. Bu Sura Baqaraning beshiga mush uzuk harflardan tuzilgan bu oyatni keltirishning sababi ey Sura Baqarani o'qimoqchi bo'lgan, o'rganmoqchi bo'lgan inson, sening aqling cheklik. Sen bilmaydigan nurg'un narsalar var. Sen ishlatadigan harflardan tuzib mushundaq bir so'z tuzdim. Arab tili, balog'ati va fasahatiga uyg'un, lekin sen uning ma'nosini bilmaysan. O'zingning tili bo'lsa-mu, uning ma'nosini bilmaysan. Shuning uchun sen haddingni bilib, o'zingning ilmining chekli ekanligini, o'zingning hammani bilmaydiganligingni bilib, ma kibr toningni tashlab, kamtarlik bilan Qur'onga yuzlangan deganga ishorat qilish uchun Alloh subhanahu va taolo mana shundaq uzuk harf bilan boshlagan bo'lishi mumkin. To'g'risini Allah bilgichi. Qarab baqadigan bo'lsak, bugungi kunimizda ba'zi bir dinsizlar alif, lam, mim 3 harfni keltirib qo'yib, uning ma'nosini bilmaysizlar deb qo'ysa, bu qandoq bo'ladi deydi. Bu dal bilimsizlikdan, arabdan bilmaganlikdan chiqqan bir gap. Arablarning hech qaysi bu e'tirozni qilmaydi. Ya'ni arab dinsizlarmi bu e'tirozni qilmaydi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davridami mushriklar nurg'unlagan oyatlarni o'qishdi, bir oyat o'qib baqishqa, ya'ni bizim oyat o'qiy olamizmi yoki oyatga o'xshash bir so'zni keltira olamizmi deb nurg'unlagan oyatlarni taqlid qilishga tirishib baqqan. Lekin qamlashlanmagan. Lekin mana shu uzuk harflarni birisini doğrashqa urinib baqmagan. Chunki bu so'zga qoyil bo'lgan. Qarasa o'zi ishlatadigan harflardan tuzilgan, fasohat va balog'at qoidasiga uyg'un, lekin ma'nosini bilmaydi. Ya'ni o'zining ojizligini his qilgan. Demak, bu Qur'on Karimninki mo'jizalik ichiga yushirilgan bir mo'jiza. Uning ma'nosini faqat va faqat Alloh biladi. Buningdan oldigan darsimiz bo'lsa, inson mayli qanchalik bilimlik bo'lib ketsin, Alloh subhanahu va taolaning bilimining oldida uning bilimi hech narsa emas. Insonning aqli cheklik. Insonning bilmaydigan narsasi borkan, biz o'zimizning ilmini mukammallashtirish uchun Allohning ilmiga muhtojkan, Allohning cheksiz ilmiga bo'lgan muhtojligimiz bizning nihoyatda cho'nkan degan tuyg'uga kelish. Ya'ni hozir biz Sura Baqarani o'qishning oldida biz bilmaydigan nurg'unlagan narsalar bor. Biz Allohning yo'l ko'rsatishiga muhtoj degan tuyg'uga kelib, ondan keyin ikkinchi oyatga o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda "Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin" dedi. Bu muqaddas kitap. Bu ulug' kitap dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni biz takchiga elib qo'ygan, jiq ahamiyat bermagan, o'qib bulanmagan, uning ma'nosini tushunishga tirishmagan bu Qur'on Karimni Alloh subhanahu va taolo u kitob ulug' kitob deb atadi Alloh subhanahu va taolo. U kitobning ulug'ligi nurg'un jihatlardan oshkor gavdlanadi. Masalan, bu Qur'on Karim qaysi jihatdan ulug' kitob? Birinchidan Qur'on Karim Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Oddiy bir insonning, yoki bir olimning, yoki bir filosofning so'zi emas. Bu Allohning so'zi. G'aybni biladigan, bizni to'liq biladigan, bizni yaratgan, butun koinotni yaratgan Allohning so'zi. Shunga manba jihatdan bu kitob naydi ulug' bir kitap. Va shundaqla bu kitap bir insonni eng tuan holatdan eng yuqori holatga, bir hayvoniy holatdan insoniy holatga ko'targanlik uchun ulug' kitap. Bir jamiyatni ozg'unlikqa patgan, aqida e'tiqod jihatda, axloqiy jihati chiriklashgan, haq huquq dafsanda qilingan bir jamiyatni kishilarga ulgu bo'ladigan, parlaq madaniyatlarni yaratgan bir jamiyatga aylantirganlik uchun bu kitap ulug' kitap. Qarab qoladigan bo'lsak, bu kitap ana shunda qumliqda o'qish yozishni bilmaydigan, qizlardan nomus qilib ularni tirik ko'madigan, biri bilan so'qishib o'tadigan arablarning orasiga tushgandan keyin bu arablarning hammasini bir yerga to'pladi. Aqida e'tiqod jihatda bir Allohga bog'ladi. Kishilik munosabat jihatda ularni isloh qildi va shundaqla rostlikni, adolatni dunyoga tarqatadigan, nihoyat parlaq bir madaniyat yaratgan, bizlarga ulgu qilgan bir insonlarga aylantirdi. Demak, mana mushu jihatdan bu kitob ulug' bir kitob. Qur'onning bu xil o'zgartish kuchini biz o'zimizning atrofiga qarasaqmi ko'ra olamiz. Masalan, hayot dunyoda nurg'un kishilar bor. Nihoyat axloqiy jihati chiriklashib ketgan, insoniy axloq qolmagan kishilarningki hidoyat tepib Qur'oni Karim bilan ajoyib isil insonga aylanganligini biz atrofimizda ko'ra olamiz. Masalan, yaqinqi tariximizda bizda inqilob qo'zg'agan, zulm qarishi, nihoyat ko'rinarli shaklda bir inqilob qo'zg'agan bir shaxs bor. Masalan, 5-fevral inqilobininki boshchisi. Asli qanday kishi zaharlik chekimga patgan, axloqiy jihati chiriklashgan, ammo Qur'on nur bilan uchrashgan keyin o zulmga qarshi tura oladigan haqiqiy qahramon, bugun kunimiz qadar Uyg'urlarning orasida tillarda daston bo'ladigan bir qahramonga aylandi. Uni ana shundaq bir zaharlik chekimlikning orasidan qutuldirib, qahramon, botir, mujohid qilgan narsa nima? Mana shu Qur'on Karim. Demak, zalikal kitob. Bu Qur'on mana shundaq ulug' kitob, mana shundaq muqaddas kitob. Va shundaqla bu Qur'on Karim shundaq bir ulug' kitobki, qiyomatgacha asla va asla o'zgarmaydi. Nurg'un tilla o'zgaraydi. Kitob emas, nurg'un tilla o'zgarib ketadi. Ammo Qur'on Karim buningki necha ming yil yashaydi, asla va asla o'zgarmaydi. Chunki u Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan va Alloh taolo tomonidan muhofazat qilinadigan, qo'llaniladigan bir Qur'on Karim. Va shundaqla Qur'on
Kerim şunun uchun ulug'ki, bu Qur'on Kerim har zaman, har makonga mos keladi. Ya'ni har zamonda yashagan, har makonda yashagan odamni isloh qiladi. Qur'on Kerimga amal qilgan odam Yevropada yashasin, G'arb dunyosida yashasin, u odam baxtli insonga aylana oladi. U insonninki kishilik munosabatini, oilasini himoya qila oladi. Ya'ni u insonni haqiqiy insondek, yuqori g'oyali, komil insonga aylantiradi. Shuning uchun bu Qur'on Kerim insoniyatga nisbatan bir eng kuchli, insoniyatni qutuldiradigan hayot dasturi. Shuning uchun Qur'on Kerim mana shundoq ulug'dir. La rayba fi. O Qur'on Kerim'de hiçbir şey yok. Qur'on Kerim'deki bazı ko'rsatmaları bizga ig'ir keladi. Bazı ko'rsatmalari tunji qatim anglashda qalbimizdan o'tmaslik mumkin. La rayba fi. Hiçbir şey yok. O Qur'on Kerim'nin ko'rsatmalarida bizning hayotimizga foydali ekanligida, bizni dunyoda baxtli qildiganligida shak yo'q. Bizni oxiratda jannatga olib boradiganligida hiçbir şey yok. Qur'on Kerim'nin ko'rsatmalarida bizni qo'rqinchga tashlaydigan, bizni bir aram qiladigan hech qanday bir hukm yo'q. Qur'on Kerim'ninki Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirgan kitоб ekanligida hiçbir şey yok. Va shundaqla Qur'on Kerim'ninki bütün insoniyatni bir hangdan qutuldiradigan kitоб ekanligida hiçbir şey yok. Hudellil muttaqin. Mana bu Qur'on Kerim taqvodor kishilarga yetakchidir. Bu Qur'on Kerim qo'rqqan kishilarga yetakchidir. Chunki taqvodor kishilar degan qanday kishilar? Qo'rqqan kishilar. Ya'ni xato yo'lga kirib qolmasam bo'ladi, hayotimni yo'qotib qo'ymasam bo'ladi, insondek yashasam bo'ladi, to'g'ri yo'lni topsam bo'ladi deb ensirgan kishilarga bu Qur'on Kerim hidoyat va yetakchi bo'ladi. Qur'on Kerim bütün insonlarga tushgan. Hudallinnas, barliq odamlarga to'g'ri va xatoni ayiradi. Lekin kimga hidoyat qiladi? Qalbi durust bo'lgan, samimiy bo'lgan, men to'g'ri yo'lni topsam bo'ladi deb qo'rqqan kishilarga. Aksicha xato yo'lga kirib qolishni ensirmaydigan, hayotlik haqida izlanmagan va shundaqli qalbida kibr bor kishilarga Qur'on hidoyatchi emas, ularga Qur'on Kerim manfaat bermaydi. Amaliyotda Qur'on Kerim nurini hamma odamga o'rtaq chachqan bo'lsa-mu, lekin qalbida kibr bo'lgan, o'zining xato yo'lga kirib qolishidan qo'rqmagan, samimiy bo'lmagan kishilarga yetakchi emas. Xuddi quyoshga o'xshaydi. Quyosh hamma odamga o'rtaq chiqadi-ku, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, qarg'u bo'lsin, ko'zi ochiq bo'lsin, lekin quyoshning nuridan kim foydalanadi? Ko'zini ochgan odam foydalanadi. Dal shuningga o'xshash Qur'on Kerim hudallil muttaqin. Qalbini Qur'on Kerimga ochgan kishiga manfaat beradi, uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yana bir misoldan tushuntirsak, chunki bu masalani nurg'un kishilar tushunmaydi ekan. Qur'on Kerim taqvodor kishilarga yetakchi bo'lsa, fosiq kishilarga-chu, kofir kishilarga-chu deydi ekan. Qur'on Kerim hamma odamga o'zining ko'rsatmalarini bayon qilgan, ammo uning hidoyatiga ana shunda qalbini ochgan kishi erisha oladi. Masalan, bugungi kunimizda to'rlarda nurg'ulgan manfaatli darslar bor. Bu darslardan kim manfaatlanadi? Shu darsni anglashni xohlagan, shuni izlab ko'rgan odam manfaatlanadi. Hamma odam manfaatlanmaydi. Qur'on Kerim shunga o'xshaydi. Xuddi yomg'ir hammaga o'xshash yog'adi, toshqa o'xshash yog'adi, munbat tuproqqa o'xshash yog'adi. Lekin yomg'ir bilan qanday manfaatlanadi? Munbat tuproq manfaatlanadi. Shuning uchun men Qur'on Kerimdan manfaatlanay, Qur'on Kerimning hidoyatiga erishay deydi ekanmiz. Oldila qalbimizga kibrning hammani tashlab, ensirab o'zimizning hayotidan men to'g'ri yo'lni topsam bo'ladi degan mahil qo'rqinish bilan yüzlenişimiz gerek. Muşunda bo'lgan vaqtimizda, mushkil pozitsiya bilan Qur'onni ochgan vaqtimizda Qur'on Kerim biz qo'rqqan, biz ansiragan ishlarning hammasiga javob beradi-da, bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo allazina yu'minuna bil g'ayb, ular g'aybga ishonadi deydi. Ya'ni men xato yo'lga kirib qolmasam bo'ladi degan kishiga Qur'on hidoyatchi bo'ladi, uni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Ya'ni u odam Qur'on Kerimni shundoq ochgandan keyin Qur'ondagi oyatlarni o'qiydi. Allohni ko'rsatadigan va shundaqla oxirat hayotiga ishorat qilgan nurg'ulgan misollarni ko'radi. Masalan, Alloh taolo Qur'on Kerimda nima dedi? Va fil ardi ayatul lil mazmunda Allohning bor ekanligini, bir ekanligini ko'rsatadigan oyatlar, ishoratlar bor dedi. Bu inson o'ylangandan keyin, tafakkur qilgandan keyin Allohning bor ekanligini ko'rsatadigan nurg'ulgan alomatlarni ko'ralaydi-da, Allohni ma ko'zi bilan ko'rmasimi, aqli bilan ko'rib iymon etadi. Masalan, qo'rqqan kishi ikki tal urug'ini tafakkur qilib baqadigan bo'lsa, bir qora tuproqqa lazning urug'i bilan olmaning urug'ini tiksak, ikkilasi urug', ikkilasida rang yo'q, tam yo'q. Tuproqqa ko'milgandan keyin birisidan shirin, tamlik, ranglik, puroqliq olma o'sib chiqadi. Yana birisidan ochiq, o'ziga xos ta'mi bo'lgan lazi o'sib chiqadi. Nereden keldi uningdagi rang? Nereden keldi uningdagi foydali elementlar? Nereden keldi uningdagi ta'm? Tuproqda yo'q. Demak, bir yaratquchi bor ekan deb aqli bilan Allohni ko'ralaydi. Buningga o'xshagan misollar nihoyat ko'p. Demak, Qur'on Kerim mana shunday qo'rqqan kishiga Allohni topsam bo'ladi, Allohga ishonsam bo'ladi, to'g'ri yo'lda mansam bo'ladi degan kishiga aqli yo'llar bilanmi Allohni ko'rsatadi. Natijada nima bo'ladi? Allazina yu'minuna bil g'ayb. Ular g'aybga ishonadi. Ko'rgingilam emas, ko'rmaginga ishonadi. Ya'ni bundaq kishi eng avval nima bo'ladi ekan? Maddiyat qapidan chiqadi. Bugungi kunimizda ko'pinchimiz maddiyatning qapida yashaymiz. Ya'ni ko'zimizda ko'rgan narsaga ishonamiz, ko'rmagan narsaga ishonmaymiz. Vaholanki insonlar ko'rmagan nurg'un narsalarga ishonadi. Masalan, bugungi kunimizda axloq deymiz, vijdon deymiz, tok deymiz, Wi-Fi deymiz, nurg'un narsalar bor. Biz ko'rmaymiz, ammo aqlimiz ko'radi uni. Undan keyin unga ishonamiz. Shunga o'xshash biz Alloh subhanahu va taolaning aqlimiz bilan ko'ralaymiz va shundaqla shuning turkisida Allohga iymon etamiz. Ya'ni Qur'on Kerim bir odamga yetakchi bo'lgan vaqtida u insonni eng avval
avval maddiyat kishining orasidan tatib ilib chiqib ma'naviyatga bog'laydi. Aql ko'zimiz bilan Alloh subhanahu va taoloni ko'rsatib, Allohga iymon etqizdi Qur'on Karim. Allazina yu'minuna bil g'ayb. U vaqtda inson g'aybga ishonadi, ko'may turib Allohning bor ekanligiga ishonadi. Ko'may turib rost jannat do'zax bor ekan deb buningga ishonadi. Ko'may turib farishtalarga ishonadi. Ya'ni aql ko'zi bilan uningga ishonadi. Amaliyotda bu Qur'on Karimninki insonni maddiyat qapidan ilib chiqishlam emas, insonni inson qilishi. Ya'ni insonni hayvondan yuqori bir martabaga ko'tirishi. Chunki hayvon ko'zi ko'rgan narsaga ishonadi, ko'rmagan narsaga ishonmaydi. Insonning farqi bor, aqlni ishlatadi. Ko'zi ko'rmasimi, aqli bilan bir narsalarni ko'ra oladi. Mana shunda Qur'on Karim allazina yu'minuna bil g'ayb deyish orqali qo'rqqan kishiga Qur'on Karim hidoyat qilib, u insonni g'aybga ishontiradi. Ya'ni natijada u odam g'aybga ishonadi deyish orqali u odamni haqiqiy insonlik maqomiga ko'targanligini bizga xabar beradi. Ya'ni inson unda hayvondek ko'zi ko'rgan narsalar emas, aqli ko'rgan narsaga qanday qiladi? Ishonadi. Ya'ni Allohga iymon etadi. Iymonning natijasida qanday qiladi? Va yuqimunas solat. Ular namozni to'liq o'lchamlik ado qiladi. Demak, bir odam Qur'ondagi hidoyat bilan Allohning bor ekanligini, oxiratning bor ekanligini, jannatning bor ekanligini, o'lgandan keyin tirildiganligini amaliy ishoratlar va misollar orqali ko'rgandan keyin Allohga iymon etadi ekan. Ko'may turib, ko'zlan ko'may turib. Bu iymonlam yetmaydi iymon bo'lish uchun. Nima qilish kerak? Ikkinchi yo'lab namozni o'lchamlik o'qish kerak. Ish harakati bilan Allohga bog'lanish kerak. Iymon ish harakati bilan isbotlanmaydi ekan, u haqiqiy iymon emas. Men Allohga ishondim deb qo'yib namozni turg'izimsa, u kishidagi g'aybga bo'lgan iymon haqiqiy iymon hisoblanmaydi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo va mimma razaqnahum yunfiqun. U kishilar, ya'ni Qur'on hidoyat qilgan kishilar Allohga iymon aytib, shu iymonning turkisida namoz orqali Allohga bog'langandan keyin biz ularga rizq qilib bergan narsadan sarf qiladi, jamiyatiga sarf qiladi. Ya'ni u iymon u insonni oldi bilan namoz orqali Allohga bog'laydi. Ondan keyin jamiyatga naf yetkazish orqali jamiyatga bog'laydi. Qaranglar, islom dini mana shunday din. Islom dini bir odamni Allohga ishonib qo'yib, namoz o'qib qo'yiblan bo'ldi qiling demaydi. Islom dini insonga hidoyat qilgan vaqtida u qalbidan Allohga iymon etgandan keyin, namoz o'qib Allohga bog'langandan keyin naf yetkazish orqali jamiyatga bog'lanish kerak. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda biz sizlarga bergan mol dunyodan sarf qilinglar demadi. Nima dedi? Biz sizlarga rizq qilib bergan narsadan sarf qilinglar dedi. Alloh subhanahu va taolo har bir odamga o'xshamagan shaklda bir narsalarni rizq qilib bergan. Ba'zi odamga aqlni rizq qilib bergan. Ba'zi odamga ilmni rizq qilib bergan. Ba'zi odamga mol dunyoni rizq qilib bergan. Alloh subhanahu va taolo sizga nimani rizq qilib bergan bo'lsa, shu rizq qilib bergan narsadan atrofingizga sarf qilmasangiz, Alloh subhanahu va taolo sizga mol dunyoni rizq bergan bo'lsa, shu mol dunyo orqali jamiyatingizga yaxshilik qilmasangiz, yaxshilarning keyinida turmasangiz, ojizlarga yordam qilmasangiz, miskinlarning holidan xabar olmasangiz, siz Qur'on hidoyat qilgan kishi bo'la olmaysiz. Qur'on Karim shuni buyuruydi. Qur'on Karim oldin iymon etib namoz o'qishga, ondan keyin jamiyatga manfaat yetkazishga buyuruydi. Mana bu kishilar taqvodor kishilar. Qo'rqqan kishilar to'g'ri yo'l mansam bo'ladi deb qo'rqib Qur'onning hidoyatiga erishgan kishilar. Bular nereden paydo bo'lib qolgan kishilar? Bular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan paydo bo'lib qolgan kishilar emas. Bundaq kishilar Alloh taolo Odam alayhisalomni mohiyatga yaratgandan tortib Alloh subhanahu va taolo bo'lishga buyurgan kishilar. Bu kishilar tarixdan buyon üzülüp qolgan yo'q. Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda bu xil tavhidni, bu xil iymonni, bu xil taqvodorlikni ilgirki tarixga bog'laydi. Ya'ni bu xil iymonning, bu xil taqvodorlikninki yiltizi bor ekanligini bizga xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil axirati hum yuqinun. U kishilar, ya'ni qo'rqqan kishilar, taqvodor bo'lgan kishilar, Qur'onning hidoyatiga erishgan kishilar shundaq bir kishilarki, ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishonadi. Ya'ni ularniki yiltizi var. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve bütün peygamberlerge işinadı. Yani bundaq kişiler, bundaq korkan kişiler Adem aleyhisselamdan tatip kelgen bütün tevhid kavrunuğa koşulgan buladı. Demek tevhid ve iman, hakiki İslam Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan lan başlangan emas. O Adem aleyhisselamdan tatip başlangan kıyamet kadar davamlaşıdı. İman yolununki, tevhid yolununki ana şundaq yiltizi uzun tarihqa, yani insanların dünyaya peyda buluşağa bağlandı. Yani bu ayet ilgiri bayan kılıngan iman ve imanın asaslarını ilgirki peygamberlerge bağlaydı. Yani ilgirki peygamberlerge işine de diş arkalı. Bu yol ilgirki peygamberlerin bu yolu bu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nınki Adem aleyhisselamdan tatip çürügen iman yolu. Ve bil ahireti hum yuqinun. Ula ahiretke şeksiz işinidir. Qarab baxadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ular sana nazil qilingan kitobga va payg'ambarlarga nazil qilingan kitobga iymon etadi deb bo'lgandan keyin ular oxiratga shaksiz ishonadi dedi. Chunki biz yuqorida olgan iymonninki harakatga aylanishi, jamiyatga naf yetkazadigan bir holatga aylanishi uchun bu odam oxiratga shaksiz ishonishi kerak. Chunki yomonlikdan yanish, yaxshilarni qilishga turtki bo'lgan eng chong omil oxiratga bo'lgan iymon. Sizga savob ish xo'shaqmayvatamdi, gunohdan yanamayvatamsiz. Siz o'lgandan keyin keladigan abadiy hayotga bo'lgan iymoningizni qaytadan bir tekshiring. Chunki sizning oxiratga bo'lgan iymoningiz
ojizlashib qolgan bo'lg'achqa namoz o'qish xo'sh yoqmayotidi. Alloh rizq qilib bergan narsalarni sarf qilish xo'sh yoqmayotidi. Siz sarf qilgan pulingiz bo'lsin, aqlingiz bo'lsin, bilimingiz bo'lsin, buni xuddi yo'qlab ketgandek his qilib qolasiz. Amaliyotda siz oxiratga haqiqiy ishongan bo'lsangiz, o sarf qilgan narsalaringizningki, mol dunyolarningizningki abadiy yashaydigan hayotga berib sizni saqlab turganligiga ishongan bo'ladingiz. Chunki oxiratga ishongan mu'min to'g'ri shaklda sap niyat qilingan har qanday bir ishningki zoya bo'lmaydiganligi, o'lgandan keyingi hayotda uning asqatadiganligiga shaksiz ishonadi. Demak, nafsimizni kontrol qilib taqvolikni saqlashning eng muhim asosi nima ekan? Oxiratga bo'lgan imonimiz. Ondan Allah subhanahu va taolo ulaika ala hudam min robbihim. Ana shular kimlar? Taqvodor kishilar. Qo'rqqan kishilar, xato yo'l kirib qolmasam bo'ladi deb qo'rqqan, samimiy bo'lgan, qalbi durust bo'lgan kishilar, Qur'onning yetakchiligiga, manfaatiga erishgan kishilar, u sababli Allohga iymon etgan, namoz o'qigan, jamiyatga naf yetkazgan, rizq qilib bergan narsalarni sarf qilish orqali mana mushundaq kishilar va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tushilgan shariatga, Qur'onga to'liq ishongan va shundaqla ilgirgi payg'ambarlarga va ularga tushilgan kitobga ishongan kishilar ulaika ala hudam min o'zining Robbi tarafidan bo'lgan to'g'ri yo'lning ustida bo'ladi. To'g'rining ichida emas, ustida bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ular hidoyat bilan billah va hidoyatning ishida demasdan arab tili bildiganlar buni texam yaxshi tushunadi. Ala so'zi bilan keltirdi. Ya'ni ular hidoyatning ustida bo'ladi. Ya'ni ular hidoyatning ustiga xuddi otqa mingandek meni olgan bo'ladi-da, ularga muhit ta'sir qilmaydi. Boshqalarning so'zi ta'sir qilmaydi. Ularning hidoyati nihoyat mustahkam bo'ladi. Ya'ni Qur'on Karimning hidoyati u insonni ana shundoq yuqoriga ko'taradi. Va ulaika humul muflihun. Ana shular muvaffaqiyat qozonuvchilar, utuq qozonuvchilar deydi Alloh subhanahu va taolo. Bugungi kunimizda utuq qozonish, muvaffaqiyat qozonish, natija qozonish ko'p deyiladigan bir so'z. Lekin bugungi kunimizda natija, muvaffaqiyat, utuqqa bo'lgan ko'z qarashimiz xuddi jahiliyat davriga o'xshaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida, hatto ilgirgi Fir'avnning davrida kim utuq qozonuvchi edi? Qorun utuq qozonuvchi edi. Fir'avn utuq qozonuvchi edi. Nima uchun? Qorunning puli bor edi. Fir'avnning mansibi şöhreti bor edi. Lekin Qur'on Karim bu atalg'ularning hammasini qaytadan bir isloh qilib chiqqan. Qur'on Karimning tushunchisida haqiqiy utuq qozonuvchi bo'lsa, ana shu yuqori kishilar. Yani qalbida men to'g'ri yo'lni topsam bo'ladi deb qo'rqqan. Bu sababli Qur'onning hidoyatiga erishib iymon etgan, ondan keyin namoz o'qigan, ondan keyin Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsani sarf qilish orqali jamiyatga naf, manfaat yetkazgan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tushirilgan islomga to'liq ishongan va amal qilishga tirishgan va butun payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga ishongan, oxiratga shaksiz ishongan kishilar ana shular haqiqiy utuq qozonuvchilar. Bunda deganlik bir musulmon pul topmasin, dunyoni ko'zlamasin, texnik egallamasin deganlik emas. Bir musulmon pul topadi, texnik egallaydi, kuchlik bo'ladi, lekin uni oxiratga ko'proq qiladi. Hargizmi nishoni, g'oyasi pul tepish bilan to'xtab qolmaydi. Pul topadi nima uchun? Insoniyatga foydali ishlarni qilish uchun. Chunki va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular rizq qilib bergan narsani ular sarf qiladi dedi-ya. Buning uchunmi shu? Pul topmasa, texnik egallamasa uni sarf qila olmaydi. Yo'q narsani inson bermaydi. Shuning uchun hargizmi islom dini pul tepish qarshi emas. Pulning insonning qalbiga kiraverishga qarshi, pulni ham ko'zlab shu yerda to'xtab qolish qarshi. Shu pul bilan manfaatni o'tab ketib, xuddi hayvonga o'xshash, ammo oxirat hayotiga hech narsa sarf qilmaslik, oxirat hayotini ko'zlamaslikka qarshi. Shunga bu masalani to'g'ri tushunishimiz kerak. Islom dini hargizmi namratlikni targ'ib qilmaydi. Aksincha Alloh subhanahu va taoloninki sizlar zakat beringlar degan so'zning o'zi ham degan gap, pul tepinglar degan gap. Pul topmasak, pulimiz bo'lmasa zakat bergili bo'lmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu 5 oyat orqali bizga insonning aqlining chekli ekanligini, bir narsa egallash uchun, Qur'ondan manfaatlanishni uchun old bilan men jiq narsa bilmayman, Allohning ilmiga muhtojman, Allohning yo'l ko'rsatishiga muhtojman degan tuyg'uga akirishni o'rgatdi. Va shundaqla bu Qur'on Karim o'zining qanday kitob ekanligini bizga tunutdi. Va shundaqla bu Qur'on Karimda hech bir shak yo'q ekanligini bizga xabar berdi. Va shundaqla bu Qur'on Karim qo'rqqan, men to'g'ri yo'l topsam bo'ladi degan kishiga hidoyat ekanligini xabar berdi. Natijada u kishilarningki, qo'rqqan kishilarningki taqvodor kishilarning qanday bo'lganligi, g'aybga ishonganligi, aqli bilan ko'rgan, ko'z bilan ko'rmagan narsaga ishonganligi, maddiyat kishilarning qutulganligi, ondan keyin Alloh subhanahu va taologa bag'lanishni namoz o'qiydiganligi, ondan keyin Alloh subhanahu va taolo rizq bergan narsani sarf qilish orqali haqiqiy taqvodor kishilarning bo'lganligidan bizga xabar berdi. Biz bugun o'qigan 5 oyatning tarjimasini xulosa shaklda o'qib o'taylik. Bu ulug' bir kitob. Uningda hech bir shak yo'q. Bu kitob qo'rqqan kishilarga, ya'ni taqvodor kishilarga yetakchi, ular g'aybga ishonadi, namoz o'qiydi, ya'ni namozni o'lchamli to'liq ado qiladi. Ular biz rizq qilib bergan narsadan sarf qiladi. Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirgi payg'ambarlarga nozil qilingan kitobga iymon etadi, ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ana shular Robbining hidoyati ustida bo'ladi va ana shular muvaffaqiyatga erishkichilardir. Demek bu ayet bizga taqvodor kishilarda bo'ladigan ishlar va shundaqla haqiqiy muvaffaqiyat qozonguchidan xabar berdi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu taqvodor kishilarning qatoridan va ana shu muvaffaqiyat qozongan kishilarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.